Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi sanamiz 10-iyun. Xudo xolasa 2-iyunda pomidorlarimiz holati qanaqa? Sizlarga bir tanishtirib o'tishlikni niyat qildik. Pomidorlarimiz umumiy ko'rinishi juda ham ajoyib holatda desak bo'ladi. Shuncha terimlarga qaramasdan pomidorimiz qomadi dedim, qizarib, yana ham ko'zga ko'rinib, juda ham chiroyli holatga kirib kelyapti. Eng zo'r tomoni massaga zo'r kelib berdi. Biz o'zi alamiga juda ham katta bo'lmaydi. Mana shu juda chiroyli holatda, ranglari kipriklari hammasi chiroyli holatga kirib boryapti. Tobora iriklashib, mevalari juda ham ko'p bo'lmasa ham ancha serob. Mana shu yerda ham katta pomidorimiz bor. Rosa qora qizil bo'lgan. Xudo xolasa ranglari juda ham chiroyli holatga keldi. Yana bir bor bu yerdan hozir yana terim qilamiz deyotgan bo'lsak, bu yerdan ancha pomidori chiqadi xudo xolasa. Ranglari o'zi joyida. Juda ham chiroyli holatga kelgan. Massalari ichlari ham juda ham urug'igacha qizarib ketib, juda ham ideal zo'r holatga kelib berdi xudo xolasa. Mana bu tomonlarni ham ko'rishlar mumkin. Men o'zi qomadi deb tursam, hali pomidorlarimiz yana bitta katta terim qilish arafasida turibmiz xudo xolasa. Xudo xolasa nasib qilsa har bir tubdan bir 1 kilodan olib bo'lsak kerak. Ana shunday ko'rinishda. Bu esa biz juda ham xursand qildi. Xudo xolasa bozorda narx-navolarimiz esa ozgina xafa qildi, chunki narx-navo ancha tushib qoldi deb eshityapmiz. Mana buni turishini qaranglar. Haqiqiy davlat standartida bo'libdi. Mana shunga mana shuni endi uzr endi olib tashaveramiz. Mana shunday holatda bo'lsa qani, shu Turkmanistonda shoda pomidorlariga 100% javob beradigan sort bo'ladi. Mana tashqaridan ko'rinishi. Urug'larimiz ortib qoladi, ko'chatlarimiz mana bu yerlarga ekib tashladik va shu chiroyli holatga keldi. Ranglari o'zi shetdayoq qora qizilga kirib ketib bo'lgan. Turishini qarang, chiroyli bo'lib. Xudo xolasa uzishimiz kerak. Bodirimiz ham baklari ko'rinib, kalalari ko'tarilib qoldi. Xudo xolasa bodiringni ham ekamiz. Pomidorimizga mana shunday dimlanishdan kasallik tushgan. Bunga qarshi dori sepayotganimiz yo'q, chunki o'zi pomidorimiz oxirlab boryapti. Shu sababli doriga bir e'tibor qaratganimizcha yo'q. Mana shu yerlarda mana shunday bitta ikkita sortlar bormi bilmayman, boshqacha nami juda irik, tanasi ham baquvvat bo'lgan bitta ikkita sortlarimiz bor. Mana turishini qarang. Pomidorimiz g'o'ralari ham bor, lekin qizarganlari ham juda ham ko'p. Mana betlardan endi sotilyapti. Hali 1 kilo, 2 kilo qilib, shuncha betlarda uncha yo'q. Mana bu qartonlarimizga kiraman, juda ham zo'r holatda bo'lgan. Mana shu ikkita chekka qatorlarimiz ham raza tuyib berdi. Raza qizarganlari ko'p xudo xolasa. Massasi ham og'ir, qattiqligi hammasi joyida. Hattoki urug'igacha qizarib ketgan. Bu esa biz juda ham xursand qilyapti. Xudo xolasa bitta katta terim qildim deb o'tirgandim. Xudo xolasa yana bitta katta terim arafasida turibmiz. Bu esa biz juda ham xursand qilyapti. Mana betlarda turibdi, mana shoda bo'lib, xudo xolasa go'ralar ham bor. Bularni tesak yana bitta terim qilsak kerak, xudo xolasa. Mana bu yerlarda ana hammasi qizargan. Mana bu o'zi tuga bo'libdi. Tuga bo'lganini tomiridan uzib qo'yamiz. Qurishga yordam beradi. Hammasi chiroyli, go'zal holatda. Mana bu yerda ikkita yaris mana shu qizarib bo'libdi. Xudo xolasa. Pomidorimiz tepaga chiqqan sari iriklashib, ancha massaga yaqinlashib qoldi. Mana dumaloqligi haqiqiy alamina mana shunaqa bo'ladi menimcha. Bu dumaloqligini qarang. Uzgim kelmayapti hozir. Mana haqiqiy alamina menimcha mana shunaqa dumaloq. Qizilligi qora qizil. Juda ham go'zal holatda bo'ladi. Hammasi shunaqa dumaloq, chiroyli bo'lgan. Pastda chaynatishlarimiz, xatoliklarimiz sabab shunaqa
salbiy taraflarga yurib ketgan. Bizni pomidorimizni tobora umri tugab boryapti, lekin shunga qaramasdan juda ham go'zal tuyishda davom etyapti. Bu esa bizni juda ham xursand qilyapti. Mana qarang, kameradan ko'rinib turibdi, ancha hosil bor. Yana katta terim qilish arafasida turibmiz. Xudo xolasa bitta katta terim qilamiz. Taydagi endi bitta suv berib, yulishdan oldin yaxshilab tomchilatishlar yordamida suvni beramizda, so'ngra pomidorlarimizni yulib tashlaymiz. Qurishi bilan tezda tozalab, olib chiqib tashlaymiz, xudo xolasa pomidorlarimizni. Mana bunday olib to'rib qo'yganlari ham bor. Bular o'zimizga. Keyin tepadagi loylarni ham yuvib tashlashimiz kerak. Bodringga juda ham salbiy ta'sir qiladi. Taydan ozuqa berilganimiz yo'q, balkidan faqat nima beryapman? Sehrli damlama, Davron ekan sehrli damlamasini Dang'aradan Hasan akadan olib kelib, shu yerdan sevib turibmiz. Balkidan faqat tagidan hech qanaqa ozuqa berganimiz yo'q, chunki massalari ham o'ziga yaqinlashib qo'ygan, yaxshi. Shuning uchun hech qanaqa ozuqa emas, faqat shu tagi bargidan sehrli damlama berib turibmiz. Hozircha yaxshi, Xudoga shukr. Do'stlar, bizni kanalimizni kuzatib boring. Hali bizni ishlarimiz, katta ishlarimiz oldinda. Bodringlarimizni ancha boshini tutib zo'r holatga kelib bo'lyapti borgan sari. Bodringni ham tezroq yoshli paytidan olib kirib, sonamiz bo'shash bilan sirazi ekib tashlayveramiz, vaqtni o'tkazmasdan. Xudo xolasa. Mana bu g'o'ralari ham hali ham serob ekan. Bular ham xudo xolasa qizarib pishib ketadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Do'stlar, bizni kanalimizni kuzatib boring. Bizni shu ekkanimizdan buyon kuzatib borgan do'stlarimizga juda ham katta rahmat aytamiz hammalariga. Agar videolarimiz yana yangi qo'ygan videolarimiz birinchilardan sizlarga yetib borishni xohlasalar, like bosib, obuna bo'lib qo'ysalaringiz, sizlarga birinchidan boradi. E'tiboringiz uchun juda ham katta rahmat.